Assalomu alaykum navoiyliklar. Sizlar bilan birgalikda 3 xonali xonadonimizni ko'rib chiqamiz. 4-etajda joylashgan rayonimiz 6-mikrorayonning eng zo'r joylaridan biri. Bu tarafimizda sport saroyi, bu tarafimizda Farhod madaniyat saroyi hamda eski klubning ichiga tengi bankimiz joylashgan. Uyimiz 4-etajda 3 xonalik to'liq ipoteka bo'ladi hamda remontlari tayyor holatda. Hozir sizlar bilan uyimizning ichki tuzilishini ko'rib chiqamiz. Asosiy kirish eshigidan koridor qismi hamda 3 ta xonamiz mavjud. Demak, birinchi xonadan boshlaymiz. Katta zal qismi mehmonxona. Uyimizda donda aniqrog'i svet o'chgan ekan, o'shaning uchun shu holatda video olishga to'g'ri keldi. Demak, konditsioner o'rnatilgan. Uyimiz pol qismlari to'liq parket bo'lgan. Aboylari yangi, sveji remontdan chiqqan, isitish tizimlari markaziy bilasizlar. Eskicha radiatorlar qo'yilgan, chugunli balkon qismi, leonlar to'shalgan, barcha deraza romlari hammasi akvaga almashtirilgan. Demak, bu birinchi xonamiz, eshiklar ham almashgan xonadonimizda. Bu ikkinchi xonamiz hisoblanadi. Bu ko'proq yotoqxonaga mos. Buni ham demak mana remontlari yaxshi holatda. Xo'p, endi biz sizlar bilan 3-xonamizni hamda oshxona qismini ko'rib chiqamiz. Svet bo'lganda juda ham chiroyli chiqardi. Mana 3-xonamiz. Buni ham bitta kichikroq bir mehmonxona yoki umumiy katta mehmonxona qilib, unisini o'zlaringiz shu yana boshqa reja asosida ishlatishlaringiz mumkin bo'ladi. Demak, xonadonimiz egalari mana bu yerda qanaqadir shkafmi, chiroyli mebel o'rnatib qo'ygan ekanlar. Bu yerdan sizlar bemalol tashqi ko'rinishni ko'rishlaringiz mumkin. Uztelekom domi tepasiga yozilgan. Farhod bu tarafimizda joylashgan Farhod madaniyat saroyi va to'g'rimizda birinchi maktab. Xo'p, ana endi yuvinish xonasi hamda hojatxonani ko'rib chiqamiz. Hojatxona qismi remont qilingan, akkuratni turibdi. Kafellardan yaxshi ishlovlar berilgan ekan. Endi oshxona qismini ko'rib o'tamiz. Hamma xonamiz parket bo'lgan. Oshxonada chiroyli yaxshi xolodilniklar, xofni namaqa pechlar hamda chiroyli uголок garniturasi o'rnatilgan. Smesителlar полный yangi bo'lgan hamda akva deraza romlari o'rnatilgan. Oshxonamiz ham demak ovqat tayyorlash uchun barcha sharoitlarga ega. 4-etajda joylashgan 3 xonadan iborat ushbu xonadonimizning narxi 650 million so'mga baholandi. Albatta ustida kelib ko'rib savdolashsalaringiz barakasiga o'tadigan joyi bor. Uyimiz to'liq ta'mirdan chiqqan, ipoteka ham bo'ladi. Manzilini video boshida aytib o'tdik. Demak, birinchi maktab hamda Farhod madaniyat saroyining o'rtasida joylashgan. Pastda to'liq ma'lumotlar uchun raqamlarimizni qoldiramiz. Kimda kim ipoteka olaman desa ham ushbu xonadonni xarid qilish imkoniyati bor.